Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mana oldingi videoda ikkinchi qismini chiqarib qo'ydim. Mana ikkinchi qismi ham chiqdi. Mana ketdi, o'yin boshlandi va yugurish kerak. Rafinha yaxshi, Rafinha Pirlo tepish kerak edi. Mana ketdi valla, yugurmoqda va yaxshi Saliba turish kerak. Ilholat birga bo'lib chiqmoqda va yaxshi bol oradan saqlab qoldi. Sen Pirlo, Lewandowski, guli yugurmoqda qoch va guli va izlashda bo'ldi. Yana bitta zarba bo'lish kerak. Donalım zarbani to'sdi. Qani yana davay vaziyat olish kerak. Vaziyat ularda to'p qo'ydik. Yugur. Tekrar o'tamiz, golli yo'qotamiz va golli gol chiqadi. Mana gol. Hozir bana ikkita to'p vardı. Chicha vaqtida o'qitishganda gol emas edi. O'zida ko'rishdi. Deb qo'li bilan to'sdi. Chunki Marmos Bernardo Silva va yaxshi o'yin yaxshi ketmoqda va Kukurela to'p qo'ymoqchi edi. Marmos Kukurela to'p Kukurelada qo'ydi. To'p endi golli alab texnika bilan davay birga bir vaziyatda bo'lmasan qaraba gol. Turu 2 yaxshi birga bir vaziyatda bo'lish oson, ammo ma'nodan odamlardan birga bir vaziyatda eplolmagan. Yaxshi Malni qo'ydi va Donald Robert Sanchez Coman yana Işin vay yomon gol. Lewandowski qanday futbol urdi. Yomon gol urdi. Gol chopan. O'zida qo'yishlari mumkin. Tepganini to'silib qo'lini tiqib qo'ydi. Chap oyoqda. 5 ga tur Lewandowski chapi tur 10 ga 5. Ammo chapda ko'p tepadi va hammasi gol bo'lgan manda Lewandowskini tepdi chapda. Endi bu futbollar gol bo'lmagan. Gitara yana birga vaziyat chiqmoqda. Birga va yana gol. 90 daqiqa bo'lishiga oldi. O'yin tugadi do'stlar. Endi bonus endi esa fikr draft olsak pak ochamiz va kim tushishini o'zinglar ko'rasizlar. Biz endi Bavariya bilan o'ynaymiz. 10-daqiqadan boshlandi. Diez Luis Egon Kimmich Bladic oson
Bas. Men ham bular bilan o'ynaganman. Hali shunchalik qiyin. Qiyin emas, ammo men o'zim ularga gol urish qiyin xolos. Bular normalniy o'ynaydi. Biz uchuli bo'lsa ham. O'zida bilasizlar finalda ko'p yutqazish. Bu yoq mana ko'rdilarni rashtalari bo'ldi Citydan. Va o'ynashi Citydan yaxshi. Ana Luis Diaz ham olib qo'ydi. Goli bunaqa chekkadan vaziyatlar olib ketish bo'ladi, ammo bitta tax bor o'zashda. Taxtdan o'tkazish menga emas. Shuni bilinglar va gol birobar mana taxtdan o'tkazdilar mana. Mana o'zi birobar yaxshi. Birobar yetoldik bularga. Bularga o'zi bitta gol ham urish qiyin bo'ladi, ammo mana Guldilaling va yana bitta vaziyat tax olib qo'ydi to'pni. Shu hozir taxtdan tax ololmaganida va 2 bo'lardi, chunki tax yerda yo'q edi. Tax oldinroq edi. Va 2-1 va yutqazyapmiz. 2-1. Yaxshi, mayli. Nima qilyapti? Biz odamimiz. Taxtdan o'tkazish qiyin. Gol mana 2-2 comeback. Bavariya nima bo'lyapti? Comeback Bavariyachilarga jo'natib qo'yamiz bu videoni. Bavariyachilar nima bo'lyapti? 2-2. Ular bitta gol urdi, biz ham bitta gol urdik, yana ular gol urdi, yana biz ham gol urdik. Endi bular yana gol urishdi o'tmoqda va Marco Lime va ularga shunaqa pas berish yoqmaydi. Ana aytdim men sizlarga. Chunki bular gol uradi faqat. Biz ham hozir gol ko'rsatamiz. To'g'rimi? Liverpoollar golini ketdi o'zi. Mana shu gol qaranglar. Taxtdan o'tkazish qiyin emas buni. Gol 3-3. Tushunyapsizlarmi? 3-3. Ular bitta gol uryapti, bitta biz uryapmiz. Bitta ular uryapti, bitta biz uryapmiz. Bitta ular uryapti, bitta biz uryapmiz. Mana. Hat-trick. Tushunyapsizlarmi? Hat-trick. 3 urushiga uryapmiz golni. Biz Goli anaqasiga yana davay goli taxtdan o'tkazishdi. Va bekorga yoldim va gol mana To'ra 3 gol. Mana gol. Biz ham gol urdik. To'ra 3 bekorga yoldim deb mana gol bo'ldi. Yaxshi anaqa yo'q. Anaqa yo'qmaganida hozir to'pni olib qo'yar edi. Tax o'sha patkaz beradi. Men aqlga olibman, patkaz bermaydi deb o'yladim. Yana goli 5-3. Javob 5-3 bo'ldi, qaranglar. Voy, Noyer bek shunaqada o'zi. Noyerdan o'tkazish qiyin, ammo 4 ta golni o'tkazdi. Noyerdan. Mana gol. 5-3. Bo'ldi, biz yutdik. Hop, tezroq o'yinni tugatsak va pakni olsak. Almashov mayli. Goli va yaxshi yo'lashyapti. Ular gol urishi mumkin. Pirlo, Lewandowski va goli mana goli. Qo'yit goli. Mana haqiqiy goli deyiladi. 6-3 bo'ldi. Hop, tezroq o'ynasa. Men
haftaga qo'yaman, bular o'ynasin bitta like bosasizlar va obuna bo'lasizlar. O'zi o'ynayolsa mana sizlar paddarka. Yaxshi, normal. Lemnog'asiga turib, yaxshi. Robert Sanchez. Burcha zarbasi va gol mana 6-4 yaxshi. Mayli, zo'r. Bizga kerak, biz ular ko'rsatish Ronaldoga. Tiforamizlar, paddarka turganimizlar, paddarka. 75-daqiqa. Mayli, o'zim ikki o'ynab qo'yay. Buncha gol urganim yetadi, mayli. Mana gol. Utqaz gol! 7 bo'ldi, qo'ldan ketdi. Bo'ldi, o'ynasin. Haftada 100 olsin bo'ldi, qo'ldan ketdi. Bavariya. Ronaldo patkat Cristiano 84-daqiqa va 85-gol bo'lsa o'sha 80-daqiqa. 4 sekund. 87-daqiqa 3 sekund qoldi. 3 sekunddan tugaydi. 3 sekund. Qanchani o'tadi? 2 sekund, 1 sekund. O'yin tugamadi. Chunki vaqt qo'shiladi 1 sekund. Mayli, bunaqasiga o'ynab tashlayapti. Bo'ldi, tugadi, 7-4 biz yutdik. Hop, hozir vaucherni olamiz, draft olamiz, draft ochib turib va draft olib pak ochamiz. Pakdan bizga Karl kerak. O'sha hammasi kerak o'sha. Oldik, let's go in. Kettu, hech kimga qaramasdan bizga kerak emas, mana sovg'amovoy. Kerak emas. Qoch. Kettu. Voy, let's go balla mana. 34 yil deganda O'zbekiston. Orzuyimizga yetdik va birin qani pak yuradi va kim tushar ekan. Yurdi, davay valla. Ham kimga yashamasin. Ispaniya suni Walikin Javi. Va Ispaniya tushishi bilan Sibir tushadi deb o'ylabman. Ispaniya simi tushdi. O'sha 13-lik ko'rsataman. Minut degan bitta o'zi turibdi. Shuncha o'ynadimi bitta shu tushiga va azimedi shunday. Shuncha o'ynayapmiz azimedi. Sizlar bilan xayrlashamiz. Yana Hukmobayilda videolar chiqishini xohlasalaring, menga podpiska bo'lasizlar va like bosib, kommentariyaga Hukmobayil qo'ysalaring bo'ldi. Men Hukmobayilning videosini chiqaraman. Xo'p, hammaga rahmat shunchalik ko'rganing uchun. Hozir sizlar yana bitta pak ochib qo'yamiz. Mana 300 da bo'ldi. Endi bitta pak ochib qo'yamiz. Sizlar uchun. Deqmasdan uni chiqib turib, qaysi pak buni ochib yurmaymiz. Ramazon yurib qolsa, bismillah, Ramazon kunidagi yurib bo'lmasa kerak. Ramazon keldi. Yoshni ham keldirib yurmadi. Hop, hammaga
Salom, hammaga xayr. Salomat bo'linglar. Yana video chiqishini xohlasalaring, o'sha aytgan gapim va bo'pti. Sizlar bilan Azizchi